Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan includes metodini ko'rib chiqamiz. Includes metodi array ichida berilgan qiymat bor yoki yo'qligini tekshiradi va natijada true yoki false ni qaytaradi. Asosiy sintaksda array bo'ladi va includes metodi chaqirilib search element, ya'ni biz qidirayotgan elementni beramiz va ikkinchi argument sifatida indeks berishimiz mumkin. Nechinchi indeksdan boshlab qidirishni. Search element bo'lib qidirilayotgan qiymat forum index ixtiyoriy. Bermasak ham bo'laveradi, uni farqi yo'q. Natija true yoki false qaytaradi. Oddiy misolni ko'rib chiqamiz. Fruits array bor, olma banan uzun ma'lumotini saqlaydi va has banana degan o'zgaruvchi e'lon qilingan, ya'ni bananni qidiramiz, banan bo'lsa true bo'lmasa false qaytaradi. Fruits array chaqirilgan va includes metodi chaqirilib, banan argument sifatida berib yuborilgan. Ya'ni shu banan array ichida bo'lsa true qaytadi, bo'lmasa false qaytadi. Konsolga has banana o'zgaruvchi chiqarilgan, true yoki false qiymatni includes metodi shunga beradi. Va natija true chiqishi kerak, chunki banan qiymati arrayda bor. Arrays.js deb ishga tushiraman. True qiymat qaytadi, chunki banan array ichida bor. Va ikkinchi misol, umuman mavjud bo'lmagan elementni qidiradigan bo'lsak, nums array bor, 1, 2 va 3 qiymatlarini saqlaydi va includes metodi chaqirilib 4 berilgan. Ya'ni arrayimizga 4 degan qiymat mavjud emas, shuning uchun ham false chiqishi kerak. Ishga tushiraman. Natija false. Va forum indeksni ishlatishni ko'rib chiqamiz. Items degan array bor, abc va yana a qiymatini saqlaydi. Bitta element 2 marta takrorlangan. Va 4 ta console logga items includes metodi chaqirilgan va barchasi a ni qidiradi. A harfini qidiradi, ya'ni a ni. Faqat turli xil indekslar bo'yicha. Birinchi console log a ni qidiradi, birinchi indeksdan boshlab. Birinchi indeksdan boshlagandan keyin ham bu 0-indeks bo'ladi. 1, 2 va 3. Bundan buyog'iga yana bitta a bo'lgan hisobiga bu true chiqadi. Va ikkinchisi ham a ni qidiradi, ikkinchi indeksdan boshlab. Bu ham true chiqadi, chunki ikkinchi indeksdan keyin ham bizda a bor. Va uchinchi console log uchinchi indeksdan boshlab qidiradi va bundan keyin ham bizda a bor. 0, 1, 2, 3, ya'ni shuni o'zi a. Va oxirgi console logimiz 4-indeksdan boshlab qidiradi. 4-indeksdan keyin o'zi 4-indeks bizga mavjud emas va 4-indeksdan keyin hech qanaqa xavf bo'lmagani uchun ham bu false qaytaradi. Buni ishga tushiraman. Mana. True va false qaytyapti. Bugungi darsimiz bundan iborat edi. Hammaga rahmat.